Aka, mashina yaxshi-yu, shu 300 ming juda ko'p yurib ortdi. Sar kelishtirib qilib berarsiz. Endi biz iloji boricha mashinalar realniy narx qo'yishga harakat qilamiz, lekin probegi ko'p bo'lsa ham halol probeg. Barakasini bersin, aka. Baraka. Rahmat. Aka 300 ming yurgan ekan, necha qilib berish kerak? Bir 100 minglik qilib bering. Bo'ldi aka, hozir yes qilamiz. Okalar, zo'r arzon jentiramiz kelib qoldi-da, hech kimda yo'q narxda. 2023-yil ekan. Probegi qancha aka? 100 ming yurgan. Halolmi probegi? Halol aka, probegi. Narxini necha pul qilib beramiz obunachilarga? Sizni obunachilaringiz agar olaman deb kelsa 12 ming qilib beraman aka. Gap yo'q akalik, hali bunaqasi bo'lmagan. 12 mingga 23-yil sentri. Hech qayerda yo'q. Oling mana 5 ta. Baraka, aka. Xayrli aka, qarang, biz sotgan mashinam, nomeri ham shu nomer ekan, olgan bolam nomeri, aka. Voy, tushunmadim. 100 ming qilib qo'yibdim probegini. Odamlarga nima bo'lyapti? Qani telefon qilingchi. Alo. Ukam, men sizga sotgan 300 ming yurgan mashinani nima 100 ming qilib qo'ydingiz probegini? Boshqa kanalda sotayotgan ekansiz. Pulini berganmanmi aka? Nima qizig'i bor sizga? Mana shunaqa holatlarda to'g'ri ish bo'lgan bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar.